Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Qiz bola necha yoshda balog'atga yetadi? Ro'mol o'rashga maktab ruxsat bermasa qanday qilamiz debdilar. Qiz bola balog'atga yetish haqidagi savolga biz yetimlar va balog'atga yetish alomatlari haqidagi savolga javob bergandik. Yana qisqacha takrorlab qo'yamiz. Batafsil ma'lumot uchun shu guruhda o'sha javobga murojaat qilinadi inshaalloh. Qiz bola balog'atga yetishi hayz bilan o'lchanadi. Hayz ko'rdimi, qiz bola bo'yniga islomdagi farzlar, vojibotlar tushadi. Lekin balog'atga yetish boshqa, qiz bola hijob o'rashi boshqa. Qiz bola hijob o'rashi uchun balog'atga yetishligi shart emas. Ya'ni bir qizlar borki, masalan 15-16 yoshda balog'atga yetib hayz ko'radi. Lekin tamoman yetilgan bo'ladi. Bu qizni endi hali balog'atga yetmagan deb uni yarim yalang'och qilib qo'yavermaydi ko'chaga. U qizga balog'atga yetib ustiga hukm tushmagan bo'lsa ham, boshqa insonlarda ustiga hukm tushgan. U qizni fitnasini ko'rsatib, boshqalarni gunohkor qilinmaydi. Shuning uchun u balog'atga yetdimi, balog'atga yetmadimi, ulamolar aytishadiki, qiz bola ishtaha qilinadigan yoshga yetsa, o'shanaqangi jismga ega bo'lsa, u hijob o'raladi tamomiy. Ishtaha qilinadigan degani shu qizga qaraganda bir insonlar ayolga qaraydigandek qaraydigan bo'lib qolsa, go'yoqda 7 yoshda ham shu takomillashgan bo'lishi mumkin, 10 yoshda ham hali hayz ko'rmagan bo'lsa ham takomillashgan bo'lishi mumkin. Bu holatda tamom qiz bolaga hijob o'raladi. Hali bu balog'atga yetmagan ekanda uni qo'yib qo'yilmaydi. Endi bu maktablarda, boshqalarda nima qilamiz debdilar. Aslida bunaqa holatlarda Allohning farzida birovga itoati yo'q. La ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'linadigan o'rinda mahluqqa hech kimga itoat qilinmaydi. Endi bizni majburlaydi, qo'ymaydi desa, shuning uchun Alloh hijratni farz qilgan. Inson meni majburlayapti deb diniy vojibotlarini birma-bir boy beraversa, oxiri iymonni ham boy berib qo'yadi. O'shanaqangi bo'lmasligi uchun Alloh hijratni farz qilgan. Alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allohning yeri keng, hijrat qilmaganmi deylar degan. Malaikalar shunaqangi o'zlariga jabr qilgan insonlarni vafot ettirayotganda shunaqa deydi. Ya'ni sizlarga uzr yo'q deydi. Illo qodir bo'lmasanglar, mutlaqo yo'lni bilmasanglar, hech sharoitlaring bo'lmasa, u boshqa gap degan. Ana u holatda fattaqulloha mastata'tum, qodir bo'lganlaringcha Allohga taqvoni qilinglar degan. Unda ham o'sha chiqib ketishlikka qadar, chiqib ketadigan imkon bo'lgunga qadar qodir bo'lgancha Allohga taqvosini qilib turadi. Bu narsada boshqa shar'iy ijozat yo'q, vallohu alam.